Xitoy bilan hamkorlikda issiqxonalar uchun aqlli plyonka ishlab chiqariladi. O'zbekiston va Xitoy hamkorligida issiqxonalar uchun haroratni mo'tadillashtiruvchi aqlli plyonka ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda O'zbekiston Fanlar akademiyasi xabar berdi. Qayd qilinishicha, Fanlar akademiyasi Materialshunoslik instituti olimlari tomonidan dunyoda ilk bor issiqxonalar uchun mo'ljallangan plyonkalar tarkibiga qo'shiluvchi haroratni mo'tadillashtirish vazifasini bajaradigan nano kompozit zarrachalar sintez qilindi. Bu nano zarrachalar quyosh nurining ultrabinafsha nurlanishini yaqin infraqizil diapazonga aylantiradi. Shu bilan birga bunday fotonlarning issiqlik energiyasi 17–22 darajaga teng bo'ladi. Natijada tashqi harorat -3–7 daraja sovuq bo'lgan holatda ham issiqxona ichidagi harorat qo'shimcha qizdirishsiz +5–+7 daraja iliq haroratgacha saqlanadi. Odatiy plyonkalarda bu ko'rsatkich 0–2 daraja bo'ladi. Issiq kunlarda esa issiqxona ichidagi harorat +5–+8 darajaga pasayadi. Infraqizil diapazondagi fotonlar soni ko'payishi tufayli fotosintez tezlashadi va o'simliklar 1,5–2 baravar tez o'sadi. Shu bilan birga energiya sarfi 60% dan ortiq kamayadi. Hosildorlik 30–50% ga ortadi. Sug'orish uchun suv tejalishi 30% ni tashkil etadi. Agar gidrogenlar qo'llanilsa, bu ko'rsatkich 90% gacha yetadi. Plyonkaning mustahkamligi 3 barobar oshadi.